misol keltiradiki, mana Ibrohim Adham pirlarimiz bor edilar dedi. O'sha shunday hamma taxtini tashlab Allohga yo'lga jannatga kelib Alloh yo'liga ketdi. Necha yil u yerda yurib, bu yerda riyozatlar qilib, bir tog'da o'tin yig'ib kechasi ibodatda, kunduzi o'tin yig'ar ekan. O'shani borib sotib, sham bilan bir iftorlikka bu narsa olar ekan, keyin ibodat qilar ekan. Necha yil o'tkazayotganda endi o'sha zamonda buni hammasini ko'rib turgan qutbi zamonlar bor, endi uni kim qanday ekanligini bilib turgan. Boringlarchi qanchalik bo'pti ekan deb borib bir urib azarsa, senlar izlayotgan Bag'dodda qolib ketgan u yo'lda. Senlar izlayotgan narsa emasmi desa, bu hali Bag'dod hali xayoldan ketmabdi. Xotirasidan Bag'dodning informatsiyasi o'chmabdi hali. Xotirasida Bag'dod informatsiyasi bor ekan, endi bu o'sha deb ketibdi endi. Yana bir necha yillarda kelib yana o'sha haqida bir chapalab urmay qilsa, u hech narsa o'ylayapman, bo'lmadi, boshqa nima qilibdi keyin, bo'pti endi yetishibdi deb keyin Ka'baga qarab ular hajga keladi. Endi uni dargohi bir qutbi zamonlar maqomiga ko'tarildi deydilar endi. Agar xayoliga mana shu dunyoga bog'liq bir narsa kelsa, Xudodan kelayotgan fayz to'xtab qolar ekan. Shuning uchun u xayoliga bu dunyoga biror bir narsani keltirmaslik bu yo'lda. Mutlaq Alloh taborak taoloning amriga, Allohning toatiga, shu Alloh sifat bo'lib, Allohning amri bilan bog'lanib qolar ekan endi. Vujudi. Mana bu narsani endi kamolati o'sha. Bu eng saodat shu insonning kamol bo'lgan saodati ana shu. Deb boyagi bu yerdagi bularni oshiqlarning ishqning haqiqiy kamolati ana shular. Ular endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hech qaysi baland emas. Payg'ambarimiz sahobalar va asharimlar shu dunyoda odamlarga qarab yurgan bilan birortasida mana shu dunyoga nisbatan biror havosi bog'liq bo'lgan narsa bo'lmas ekanlar. Mana shu narsa komil insonni boyagi moddiy olamdan uzilib, ruhoniy olamga bog'lanish, obitaga, Alloh payg'ambarning olamiga va Allohning olamlariga bog'lanishlarda bo'layotgan boyagi yo'l safarlari shunday ekanligini ko'rsatib berilyapti. Bu yerda mana shu dinning, imonning, Allohga iymon keltirishlik, qalb bilan iymon keltirishlikning asli qanday ekanligini tushuntirib berilyapti bu yerda. Subhanalloh.